Android shunisi yomon. Tinmay reklamalar chiqib jonga tevoradi. Shuning uchun iPhone ishlatadim. Yana iPhone olib olaymi, jigar? Akbarxon aka, iPhone olishga hojat yo'q. Agarda bu reklama tinmay chiqayotgan bo'lsa, buni oddiy yechimi bor. Men sizga o'rgatib qo'yaman. Qaytib reklama chiqmaydigan bo'lib qoladi telefoningizda. Buning uchun smartfonda настройкasiga kiramiz, подключение bo'limiga o'tamiz. Shu yerda другие настройки bo'ladi. Shu yerda mana personalniy DNC bo'ladi. Shuni kirib turib, email hostga yozamiz. DNC adguard.com saqlanib bosamiz. Ashga подключение bo'ladi-da. Mana shu yerda adguard yozuv chiqquncha kutib turamiz. Adguard yozuv chiqdi. Endi bu sayt reklamalarni umuman o'chirib berib turadi. Hech qanaqa reklama endi smartfoningizda chiqmaydi. Ko'rayotganingizdek, oddiy настройка orqali smartfonda qayta reklama chiqmaydi. Android shunisi zo'r, sizga moslashadi. Xohlagan ishni amalga oshira olasiz. Akbarxon aka, endi telefoningizda umuman reklama chiqmaydi. Rahmat jigar. Android shunisiga tan berdim. Zapis qilyapti. Batareyasi yaxshi yetyapti. Hurmatli obunachi